Rudrujval bir ko'zal ertalab. Har kungidek Mahonlal o'z taksisini olib yo'lga chiqdi. Uning manzili Rajbari katta bozori edi. Mashinada yo'lovchi yo'q edi. U yolg'iz o'zicha ketayotgan edi. Aynan o'sha paytda Rajbari tumanining SP, politsiya boshlig'i Madam Ramika Sen bozorga borish niyatida o'z uyidan chiqdi. U oddiy ayolga o'xshab sariq rangli sari kiygan edi. Sari qismi shamolda hilpirab turardi. Uni ko'rgan odam go'yo osmondan tushgan pari deb o'ylardi. Uydan chiqib, ko'chada taksi kutayotgan edi. Shu payt Mahonlal kelib, Ramika Senning oldida taksisini to'xtatdi. U dedi: "Madam, qayerga borasiz?" Ramika Sen dedi: "Bozor tomon boraman." Mahonlal dedi: "Mayli madam, turing." Ramika Sen mashinaga o'tirdi. Mahonlal taksisini haydab ketdi. Biroz masofa ketganidan so'ng yo'lda politsiya to'sig'i, barrikada paydo bo'ldi. Esi Bikash Yodov va u bilan yana 3 ta askar qo'llarida kaltak bilan taksini to'xtatishga ishora qilishdi. Taksi to'xtagach, Bikash Yodov oldinga kelib dedi: "Hoy, bu nima shoshilish? Mashinani buncha tez haydayapsan? Yo'l otangnikimi? Mashinaning hujjatlari hammasi joyidami?" Mahonlal dedi: "Ha, sir, hammasi joyida. Xohlasangiz tekshirib ko'rishingiz mumkin." Yaxshi, juda yaxshi. Qani endi 1000 so'm ber." Mahonlal qo'rtapsa dedi. "Sir, qanday pul uchun?" Bikash Yodov dedi: "Tezlikni oshirib haydaganing uchun jarima kesaman. Tezroq 1000 so'mni chiqar." Mahonlal dedi: "Sir, hozirgina uydan chiqdim. Bu qancha pulni qayerdan topaman? Qolaversa, men tezlikni oshirib haydamagan edim." Bikash Yodov g'azablandi. "Nima? Mening yuzimga qarshi tortishasanmi? Shunday ish ochamanki, umrbod qamoqda chirib ketasan. Tezroq pulni chiqar." Taksi ichkarisidan Ramika Sen hamma narsani ko'rib turardi va ichida o'ylardi: bizning tuman politsiyalari qanchalik tubanlashib ketgan. Kuchni suiiste'mol qilib odamlardan pora olayapti. Bularga qarshi chora ko'rish kerak. Shu payt Mahonlal dedi: "Sir, yonimda bor yo'g'i 500 so'm bor. Buni olib meni bugun qo'yib yuboring." Bikash Yodov pulni olib dedi: "Mayli, bugunga qo'yib yubordim. Bor, endi to'g'ri hayda." Bu deb Bikash Yodov va 3 askar yo'ldan ketishdi. Keyin Mahonlal taksisini olib bozor tomon yo'l oldi. Bozorga yetib borgach, Ramika Sen taksidan tushdi. Keyin Mahonlalga dedi: "Nega yo'lda politsiyachilarga pora berdingiz?" Mahonlal dedi: "Pul bermasak ular bizga zulm qiladi. Bizning nomimizga yolg'on ish ochadi. Shuning uchun majbur bo'lib pul beramiz." Ramika Sen ichida o'yladi: bu politsiyachilar kuchga ega bo'lib, oddiy odamlarga qanday zulm o'tkazyapti? Keyin Ramika Sen Mahonlalga pulini berdi va Mahonlal u yerdan ketdi. Keyin Ramika Sen bozor tomon yura boshladi. Biroz yurgach, uning ko'zi yo'l chetidagi kichkina aravachaga tushdi. U yerda taxminan 50 yoshlardagi bir ozg'in keksa amaki fuchka, panipuri sotayotgan edi. Ramika Sen ichida o'yladi: "Ko'p bo'ldi fuchka yemayman. Bugun to'yib fuchka yeyman." Ramika Sen sekin oldiga borib dedi: "Amaki, bir likopcha fuchka bering." Amaki jilmayib qo'ydi. Tezda Norton achchiq fuchkani likopchaga to'ldirib, uning qo'liga berdi. Ramika Sen fuchka yeb boshladi. Uning yuzida baxtiyor tabassum porladi. Bolaligidan uning fuchkaga ishtiyoqi baland edi. Ammo band ish hayoti tufayli bu imkoniyat deyarli qo'lidan kelmasdi. U jimgina o'sha lazzatdan zavqlanayotgan edi. Shu payt to'satdan bir inspektor 3-4 askar bilan u yerga kelib to'xtadi. U g'azablanib bokirib qo'ydi: "Hoy, qara, tezroq pulni chiqar." To'satdan o'sha ovozdan amaki qo'rqib ketdi. Titroq qo'llar bilan dedi: "Sayib, hozir kun endi boshlandi. Hozircha hech narsa sota olmadim. Kechqurun keling, o'shanda beraman." Bu gapni eshitib inspektor Rahul Mitra g'azabdan yonib ketdi. Hech narsa o'ylab o'tirmay, u amakining yuziga qattiq bir shapaloq urdi. Buni ko'rib Ramika Sen hayratda qoldi. Shu zahoti u oldinga chiqib dedi: "To'xtang, inspektor Sayib, siz bu keksadan nima pul talab qilyapsiz? Uni urishga qanday haqqingiz bor? Qaysi qonun bunday nohaqlikni qo'llab-quvvatlaydi?" Inspektor jiddiy yuz bilan dedi: "Sen o'rtaga aralashma. Senga hech narsa ma'lum emas. Ko'p gapirsang, hoziryoq hibsga olaman." Ramika Sen qattiq ovoz bilan dedi: "Qarang, qilayotgan ishingiz butunlay noto'g'ri. Hech qanday qonunda kambag'allardan zo'rlab pul olishingiz mumkin deb yozilmagan. Siz nohaqlik qilyapsiz va buning oqibatini tortishingiz kerak." Bu gapni eshitib inspektor juda qattiq jahli chiqdi. G'azabdan o'zini yo'qotib, u Ramika Senning yuziga qattiq bir shapaloq urdi. Shapaloq shunchalik qattiq ediki, Ramika Sen biroz gandiraklab ketdi, lekin o'zini tutib oldi. U g'azab bilan dedi: "Siz meni urdingizmi? Endi men sizga qarshi fir beraman." Inspektor kulib dedi: "Fir? Ko'p gapirsang shunday uramanki, yura olmay qolasan. Bu yerdan yo'qol. Aks holda sudrab chiqarib yuboraman." Keyin u yana amakiga o'girilib dedi: "Ho'y qara, ko'p ayyorlik qilma. Pulni chiqar. Bo'lmasa hozir aravachingga axtarib tashlayman." deb inspektor aravachaga bir tepdi. Aravacha axtarilib ketdi. Hamma fuchkalar yo'lga sochildi.
Amaki qo'rqib yig'la boshladi. Tiz cho'kib fuchkalarni terayotgan edi. Inspektor g'azab bilan kaltagini ko'tarib uning beliga urdi. Amaki qo'ylarni bog'lab yig'lardi. Sayib, rost aytaman, hali hech narsa topmadim. Kechqurun keling, nima topsam beraman. Iltimos, urmang. Bu gaplarni eshitib Ramika senning chidashi qolmadi. U oldinga chiqib dedi: "Amaki, siz kechirim so'ramang. Bular kambag'allarga zulm qiladi. Ularda zarracha uyat yo'q. Siz mehnat qilib ro'zg'or o'tkazasiz. Bular esa mehnatingizni talaydi." Inspektor Sayib, endi men sizga o'z joyingizni ko'rsataman. Inspektor istehzo bilan kulib dedi: "Sen menga joy ko'rsatasanmi? Sening joying mening oldimdami?" deb u ketishga oyoq qo'ydi. Ketayotib amakiga qarab dedi: "Kechqurun yana kelaman. Agar pul topmasang, na sen qutulasan, na aravaching", deb ular jo'nab ketishdi. Ramika sen yugurib borib amakining yoniga o'tirdi. Yumshoq ovoz bilan dedi: "Amaki, yaxshimisiz? Qayg'urmang, men ularni jazolayman." Amaki yig'lab dedi: "Bolam, sen men uchun nega buncha qilding? Sen urush yeding, ammo nima qila olasan? Ular politsiyachi. Ko'p yillardan beri shunday qilishadi. Hech kim hech narsa qila olmagan. Sen ham qila olmaysan. Qo'y buni." Ramika sen chuqur nafas olib javob berdi: "Yo'q amaki, endi bas qildi. Siz men nimalarga qodirligimni bilmaysiz. Men ularni jinoyatlarining jazosini albatta beraman. Siz qayg'urmang, faqat uyga boring va dam oling." Bu gaplarni aytib Ramika sen bu yerdan chiqib to'g'ri uyiga qaytdi. Uyga kelib yo'ldagi voqealar xayolida aylanardi. Qoni qaynadi. U ichida qaror qildi: endi hech kimni qo'ymaydi. Eng avval o'sha inspektor haqida hisobot berib, uni ishdan bo'shatish kerak. Ertasi kuni erta tongda Ramika sen o'zini butunlay oddiy ayol qiyofasida tayyorladi. Oq sari kiyib, hech qanday belgi chokisiz politsiya bo'limiga bordi. Ichkariga kirishi bilan uning ko'zi bir askarga tushdi. Aynan o'sha askar kecha inspektor bilan yo'l chetida bo'lgan edi. Ramika sen to'g'ri undan so'radi: "Inspektor Rahul Mitra qayerda?" Askar javob berdi: "Madam, u shaharga bir ish bilan ketgan. SP ham tashqarida." Shu payt orqa eshikdan SP Manoj Chattopadhyay ichkariga kirdi. Ko'zi oq sari kiygan o'sha ayolga tushdi va u to'g'ri Ramika senning oldiga keldi. "Nima gap, madam? Bu yerga nega keldingiz? Qanday ishingiz bor?" Bo'limdagi askar va SP Manoj Chattopadhyayning hech biri oldida turgan bu oddiy qiz aslida tuman SPsi Ramika sen ekanligini va u o'zining inspektorga qarshi hisobot berish uchun kelganini xayoliga ham keltirmadi. Ramika sen o'zining mayin ammo qat'iy ovozi bilan dedi: "Ser, men inspektor Rahul Mitraga qarshi hisobot berganiga keldim. U yo'l chetidagi bir keksa fuchka sotuvchisiga shapaloq urgan, uning aravachasini ag'darib tashlagan va hamma narsasini yo'lga sochib yuborgan. Men uni to'xtatmoqchi bo'lganimda, u menga ham qo'l ko'tardi. O'sha kambag'al amakiga nisbatan qo'pol muomala qildi. Shuning uchun men bu yerga inspektor Rahul Mitraga qarshi fir qilish uchun keldim. Iltimos, hozir hisobotni yozing." SP Manoj Chattopadhyay buni eshitib hayratda qoldi. U Ramika senga tikilib dedi: "Siz kimga qarshi gapiryapsiz bilasizmi? U bu yerdagi inspektor. Biz unga qarshi hisobot yoza olmaymiz. Agar bir shapaloq urgan bo'lsa nima bo'libdi? Bularni qo'yavering. O'sha kambag'al odam hech narsa qila olmaydi. Siz tashvishlanmang, uyingizga qayting." Bu gapni eshitib Ramika senning qoni yanada qaynadi. U g'azab bilan dedi: "Iltimos, menga qonun o'qishni to'xtating. Bu mamlakatning har bir fuqarosi tengdir. Kambag'al bo'ladimi, boy bo'ladimi? Agar kimdir jinoyat qilsa, unga qarshi chora ko'rish kerak. Har kimning adolatga haqqi bor. Agar siz hisobotni qayd qilmasangiz, men sizga qarshi chora ko'rishim mumkin. Tushundingizmi?" Manoj Chattopadhyay buni eshitib g'azabdan tutaqib ketdi. U bo'kirib dedi: "Sening qanday qobiliyating borki, bizga qarshi hisobot berasan? Xohlasam seni hoziryoq ichkariga tashlatishim mumkin. Ko'p gapirma. Bu yerdan yo'qol. Bizning qanchalik kuchimiz borligini bilmaysan. Yaxshisi jim bo'lib ket." Ramika sen ko'zlariga tikilib dedi: "Sizlar ham, sizning inspektorlaringiz ham o'z joyingizni ko'rasizlar. Ammo esda tuting, men qaytib kelganimda ikkalangiz ham bu bo'limda bo'la olmaysiz. Gaplarimni yodingizda tuting." Bu deb u g'azab bilan bo'limni tark etdi. Bo'limda qolgan askarlar bir-birlariga jim qarim talishdi. Hammaning xayolida bir savol: bu qanday ayolki buncha jasorat bilan gapirib ketdi? Ramika sen uyiga qaytdi. Uning g'azabi yanada kuchaydi. U o'ziga o'zi dedi: "Bu politsiya bo'limini tozalash kerak. Agar bunday odamlar bu yerda qolsa, ular kambag'allarning huquqini tortib oladi va shaharni vayron qiladi. Ularni fosh qilish zarur." U zudlik bilan qaror qilib, to'g'ri hokim Ranapol xonasiga bordi. Ichkariga kirib, voqeaning to'liq tafsilotini hokim Ranapolga aytib berdi. Hammasini eshitib hokim Ranapol ham g'azablandi. U qattiq ovoz bilan dedi: "Ramika sen madam, siz aytgan narsalar juda uyatli, ammo chora ko'rish uchun bizga dalil kerak. Sizda biron dalil bormi?" Ramika sen shu zahoti telefonini chiqarib dedi: "Ha, sir, menda dalil bor. Politsiya bo'limiga hisobot berganiga borganimda telefonimning yozuvini yoqib qo'ygan edim. Unda SP Manoj Chattopadhyayning hamma gaplari yozilib qolgan. Va mana bu videoda inspektor Rahul Mitra amakiga shapaloq urayotgani va uning aravachasini ag'darib tashlayotgani ko'rinadi. Bu tasvirni men o'sha joydagi CCTV kameradan oldim." Hokim Ranapol yozuv va tasvirni ko'rdi. Uning g'azabi cheksiz edi. U dedi: "Bu ikkalasini ishdan bo'shatish juda zarur.
Agar bunday politsiya xodimlari bo'limda bo'lsa, odamlar qo'rquvdan to'xtab qoladi va adolat topilmaydi. Endi bas, men ertaga ertalab matbuot anjumani chaqiraman. U yerda barcha katta ofitserlar, rahbarlar va media hozir bo'ladi. Men ularning oldida bu ikkalasining qilmishlarini oshkor qilib ishdan bo'shataman. Madam, siz qayg'urmang. Ertaga Kutisa anjumanga albatta keling. Ramika sen bosh irg'ab rozilik bildirdi va uyiga qaytdi. Ertasi kuni tumanning eng katta ofisida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Zal juda gavjum edi. Media kameralari chaqnab turardi. Katta rahbarlar, ofitserlar, DSP, SDM, inspektorlar va IPS ofitserlari hammasi hozir edi. Muhit juda tarang edi. Hamma bugun nima oshkor bo'lishini kutayotgan edi. Zalda sukunat cho'kdi. Kameralar yoqildi. Tumanning katta ofitserlari, rahbarlari, media va politsiya ofitserlari oldinda o'tishdi. Shu payt hokim Ranapon mikrofonni qo'liga olib chuqur ovoz bilan dedi: "Bugun men sizlarning oldingizda o'ta jiddiy bir voqeani ko'tarib chiqish uchun keldim. Bizning tuman politsiya bo'limida inspektor Rahul Mitra va SP Manoj Chattopadhyay shunday ish qildilarki, bu politsiya formasi uchun uyatdir. O'sha forma xalq xizmati uchun. Shunday lavozimda tursa-da, ular kambag'allarga zulm qildi va qonunni mensimadi.